alaykum vatandaşlar. Mana birinchi reysimiz Rossiya davlatiga qo'yilmoqda. Vatandaşlar kimda kim ketmoqchi bo'lsa, dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlariga reyslarimiz bo'lib o'tadi. Mana avtobusimiz ichki holatlarini ko'rsatib o'taman. Kelinglar, O'zbekiston avtobusi. Aziz yurtdoshlar, ko'rtuzlar chiqishlariga 52 ta mestamiz oshchodan olinmaydi. To'g'ridan-to'g'ri Toshkent Abu Sahay avtovokzalidan Moskva metro Katenikiga, Kazan, Krasnodar, Ufa, Perm, Yekaterinburg, Chelyabinsk shu haftada 4 marta sanab o'tgan kunimda shu shaharlarga reyslarimiz mavjud absolyutni vatandoshlar. 100% ishonchli bespasrednik bemalol ekrandagi 93lik 258 80 kasr nomerlarimizga telefon qilishingiz mumkin. Avtobusimizda ko'ryapsizlar 25 gradus yoki surlari ham qulaylari bor, komfort, zaryadka qiluvchi portlar, konsertlarimiz ishlaydi. Ishlayaptimi akalar konsertlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlayaptimi? Oldi joylardan qilib beramiz. Bemalol joylarimiz chegaralangan vatandoshlar. Iloji boricha 1 kun oldin onlayn tarzda bron qilib qo'ying. Va yana bir narsani eslatib o'taman, faqat Toshkent Abu Sahay avtovokzalidan reysli avtobuslar yuradi vatandoshlar. Boshqa joylarga borib, aldanib qolmanglar, pasportinglar topshirib qo'ymanglar. Iloji boricha kassaga kelib, kassadan olinglar, vatandoshlar. Rossiya davlatiga ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'ling.